uyingizni chiroyli qilib qurdingiz, ochiq joyda turganda yomg'ir, qor yog'sa shunaqa sizni jig'ingizga tegyapti. Endi mana shunaqa letniy oshxona ham tevasini shipirdan yopdingiz, lekin xunuk turibdi. Tunigadan yopaman salang, yozda issiq, qishda sovuq bo'layaptimi? Mana sizga yechimi do'stlar. Eng qizig'i bu leksanli naves bo'ladi. Ushbu xonadonimizga o'pcha aytganda 250 kvadrat metrga chiroyli qilib turib, lazer fasonda qilib berishibdi ekan. Eng qizig'i akalarimiz 3 kunda shu uyni ustanovka qilib beribdi ekan. O'rtalariga ahamiyat bersanglar, lazer fasonda bo'lgan. Eng qizig'i firmalargacha, lazerlargacha qilib berishibdi ekan. Undan tashqari ko'k bilan yodi svetni kombinatsiya qilib berishibdi ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, leksanni o'ziga 15 yilgacha garantiya berishar ekan. Yozda issig'idan, qish sovuqdan saqlar ekan. Undan tashqari 1 kvadrat metriniga keladigan bo'lsak, do'stlar, shunchalik naves qilib bersanay, 280 ming so'mdan boshlab turib 350 ming so'mgacha qilib berishar ekan. Yo, menga xuddi shunaqa leksanli naves qilib bersalar, do'stlar, 450 ming so'mdan boshlab 700 ming so'mgacha bo'ladi kvadrati. Bu narxlarda ichida Vodiy, Toshkent bo'ylab dastavka ustanovka mutlaqo bepul, qolgan joylarga albatta kelishgan holatda.